Assalomu alaykum chambarakdoshlar, yaxshimisizlar? Eng qichig'idan arzonidan izlaydiganlar uchun mana sizlarga arzon Matizchani ko'rsatib o'tamiz. Nasib bo'lsa, mana oq rangdagi avtomobilchamiz. Matizimiz yili 2007 stasionachasi o'rtacha holatda turibdi. Holatlarini ko'rib turibsizlar, mana normal holatlarda. Mana metan gaz o'rnatilgan, 65 talik gaz o'rnatilgan. Motorlarda uncha ishi yo'q, hadoylari ham normal turibdi. Ichkarilarini bitta ko'rsataman. Ko'rib baho berasizlar. Oddiy prostoy misrobkali eshiklari. Mana yurgan kilometrlari 2 ko'rikdan sal ziyod yurgan, ichkari normal holatda turibdi. Mana holatlari ham yaxshigina holatlarda turibdi. Mana taruschalari bilan bir dehqon mashina. Kapotlarini bitta ochib ko'rsataman. Oldi orqalarini, balonlari endi o'rtacha bo'limenda stasionasiga qarab mashinani motorchilik qismlari ko'rsataman. Mana koreyskiy motor, hamma narsasi cho'tki normal holat turibdi. Akkumulyator ko'psi Nexia akkumulyator qo'yilgan. Xullas, ob minib, ezib minaman deydiganlar uchun mana sizlarga Matiz arzonidan arzon qo'yardi. Yuqorida aytib o'tgandek, mashina yili 2007, 65 talik gaz qo'yilgan. Oq rangdagi avtomobilimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qirg'iz mahallasida turibdi. Mana shu pastdagi raqamga telefon qilasizlar. Narxini aytib o'taman. Narxi 22 million bo'lsa berib yuboraman deyapti. Vikipga, Nasiyaga bo'lsa ham kelishamiz deyapti. Mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilinglar, bog'laninglar. Qiziqtirsa, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Mana marhamat, arzon Matiz.